Qalam vaqtining hisoboti, 5 yillik yo'l va yangi marra. Qarshi shahridagi jurnalistlar uyi bu gal nafaqat uchrashuv, balki fikrlar maydoniga aylandi. So'z erkinligiga xizmat qilayotgan qalam sohiblari tajriba va ilhom uyg'unlashgan muhitda jam bo'lib, o'tgan 5 yillik faoliyatni sarhisob qildi. Jarayonlarni kuzatib boraman doimiy ravishda. Viloyatda davlatimiz rahbarini bevosita tashabbuslari bilan katta islohotlar amalga oshiryapti. Oxirgi yillarda tashkil etilgan turizm obyektlari yoki inshootlar, bunyodkorliklarni har bir inson ko'rib turibdi. Lekin buni jurnalistlarimiz talab darajasida yorita olyapti deb bo'lmaydi. Buni men mana bugun yig'ilishda ham aytib o'tdim. Viloyat jurnalistlar uyushmasi bu narsani alohida bir reja qilib, bu jarayonlarga jurnalistlarni olib borish kerak. Masalan, Qashqadaryoda yashab turib, hali Mirakadagi o'zgarishlarni ko'rmagan jurnalistlar bor. Yoki yonginamizda bo'lgan Imom Buxoriy majmuasiga hali bormagan qashqadaryolik jurnalistlar bor. Bu yerga borsa, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qaytadan bunyod qilingan bu obyektlarni ko'rsa, bu islohotlarni ko'rsa, jurnalistlarimiz nima keladi? Ilhom keladi. Ularda kayfiyat paydo bo'ladi. Ular yozadi. Yig'ilishda har bir fikr kelajakka tashlangan qadam, har bir taklif esa yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Tadbir avvalida tashkiliy masalalar ko'rib chiqilib, boshqaruv tarkibi hamda nazorat taftish komissiyasi rahbarligiga oid qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, uyushmaning navbatdagi konferensiyasi uchun munosib delegatlar saylandi. Davra suhbati davomida soha oldida turgan ayrim dolzarb masalalar ham ochiq tan olindi. Faxriy jurnalistlar o'z chiqishlarida erkin va sifatli ijod uchun qulay muhit yaratish, yosh kadrlarni qo'llab-quvvatlash va jurnalistlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish yuzasidan muhim takliflarni ilgari surishdi. Uchrashuvdan so'ng jurnalistlar uyi holati ko'zdan kechirildi. Nasaf telekanalida yaratilgan sharoitlar bilan ham yaqindan tanishildi. Men bu yerda g'ayrat ko'rdim, yangi kuchlarni ko'rdim, yosh avlodda bu yerda faoliyat ko'rsatganini ko'rdim, sizga o'xshagan yoshlarni ko'rdim va tahririyatda yangi rejalar borligini ko'rdim. Bugungi kunda islohotlarga befarq bo'lmaslikda o'zi katta voqea va bu jarayonga qaysi ma'noda hissa qo'shishni istashning o'zi katta bir voqea. Shu ma'noda o'ylayman, jamoada yaxshi bir muhit shakllangan ekan va ular menga yangi masalalar qo'ydilar. Buni kamchilik sifatida ko'rmadim. Kamchilik bo'lishi mumkin, bugungi masalan tahririyatlarning moliyaviy mustaqilligi bilan bog'liq, moliyaviy ta'minoti bilan bog'liq masala. Bu hamma tahririyatlarda chetlab o'tmaydigan masala. Lekin xususiy telekanal sifatida bugun bu jarayonlarda faol yoritib kelayotganligi bu jamoaning va katta mana Oliy Majlisdan grant olish masalasini ko'tarishdi. Bu ham masalan katta rejalardan bittasi. Shu rejalarda borligini o'zi bu jamoa izlanayotganligini bildiradi. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi bunday telekanallar jamoasini doim qo'llab-quvvatlaydi. Bularni eshitishga, bularning muammolarini birgalikda yechish, hal qilishga biz tayyormiz. Jurnalistika bu faqat axborot tarqatish emas, balki jamiyat yuragini his etish, uning ovozini yetkazishdir. 5 yillik natijalar bu yo'lning faqat bir bosqichi. Oldinda esa yanada katta maqsadlar, yangi marralar va kuchli jamoa turibdi.